Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lommisizlar? Yaqinda yana biz spikerlarimizni bellashuvini boshlash niyatida chunki bizani kuzatuvchi auditoriyalarimiz biroz zerikib qolishdilar. Tez-tez prямой efirlarda o'tkazish niyatida Xudo xohlasa spikerlarimiz bor kuchlarini, mahoratlarini ko'rsatib, o'zlarini o'tgan yo'llari, hozirgi qiladigan ishlari va erishgan yutuqlari haqida sizlar bilan bo'lishib, ko'rsatib, o'rgatib, siz bilan jonli efirga chiqishadi azizlarim. Yaqin kunda Xudo xohlasa kelasi haftadan o'sha boshlaymiz. Chunki bu yerga hozir bizada spikerlarimizda oldinga qo'ygan maqsadlari bor va Sadaf kompaniyasini qiladigan ishlari anchagina. Bu albatta birgalikda bo'ladigan ishlarimiz. Azizlar, spikerlarimiz uchun bizga hozir qimmatbaho sovg'alar va Sadaf kompaniyasi tomonidan tayyorlangan faxriy yorliqlar belgilangan. Biza birinchi o'rinda mana bu Brilliant o'zligida albatta spikerlarimizga, g'oliblarimizga beramiz. O'tgan haftaga berilgan Brilliant uzuklar albatta o'z egalarini topib yetkazilgan. Buni videolarini chiqargan biza. Ikkinchi o'rinda telefon bo'ladi. Albatta telefon. Men xohlardim mana shunaqa tillarang telefon, albatta erkakmi, ayolmi kim g'olib chiqsa ham mana shu tillarang telefon bo'ladi. Uchinchida bu 12 ta naborga bo'ladigan kuxonniy kombayn bo'ladi. Mana shu 3 ta qimmatbaho sovg'a o'z egalarini topadi. Xudo xohlasa bu haftadan biz уже boshlaymiz spikerlarimizni bellashuvini. Albatta sizlar tomoshabinlar bizlarni qo'llab-quvvatlashlaringni xohlardik. Telegram kanallarimiz, TikToklarimiz va Instagram, YouTube kanallarımızda silkalarni qo'yib boramiz. Ularni o'zingizning yaqinlaringizga tarqatib borsangiz, moshinniklar tomonidan aldanishni oldini olardik. Hali hanuz moshinniklar bizlarni videolarimizni olib, kanallarimizdan informatsiyalarni olib, o'zlarining kanallariga qo'yib aldab borishyapti. Bugungacha kecha ham insonlarimiz kelib aldanganlari haqida ma'lumotlar berishdi. Alloh ularni jazosini bersin. O'zi ularga insof bermasa, bandasi ularga bas kelishi qiyin bo'lyapti. Shu uchun azizlar, bellashuvimiz boshlanadi. Bizani yana kuzatishda davom eting. Sadaf kompaniyasi siz uchun yana ham ilg'orroq ishlashga harakat qiladi. Yana ham siz uchun surprizlarni tayyorlab qo'ygan. Bizdan uzoqlashmang. Azizlarim, sog' bo'ling, omon bo'ling.